Siz ham tovuqlaringizga har kuni makka bersangiz ham, bug'doy bersangiz ham yaxshi tuxum bermayaptimi? Demak, siz aniq tovuqlaringizga xuddi mana shunday sabzilardan bermayapsiz. Ko'pincha tovuq boqadigan akalarimiz bitta narsaga e'tibor berishmaydi. Makka bilan bug'doyni o'zini berishadi, lekin vitaminlarni o'z vaqtida berishmaydi. Siz ham oddiy va tabiiy mahsulotlar bilan tuxumingizni sonini ko'paytirishni xohlasangiz, bunga birinchi o'rinda beda, karam va sabzi kerak bo'ladi. Va albatta yuqori kaloriyali don mahsulotlari bilan boqishingiz kerak. Agar kimgadir xuddi ana shu tartibda boqilgan tovuqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi ko'rib turgan tovuqlaringiz sotiladi. Narxi 120 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavkasi bor. Menga onalardan ko'ra bolalari muhim deb turgan akalarimizga 1 oylik va 2 oylik jo'jalari sotiladi. Ko'rib turgan jo'jalaringizning narxlari 20 ming so'mdan 30 ming so'mgacha kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Foizga keladigan bo'lsak, 65% ga 35% bo'ladi. 65% makyon, 35% xo'roz bo'ladi. Pastda nomer qo'yib o'tib ketamiz. Bemalol telefon qilib olsalaring bo'ladi.